Ba'zilar aytadiki, o'z menda kibr yo'q deydi. Men kibrdan xoliman deydi. Albatta odatda bu shaytonning vasvasasi bo'ladi. Odam o'zini imtihon qilib ko'rish kerak. Al-mu'min mir'atun lil-mu'mini. Mu'min mu'minga oynadir. Insonning xatosi, birodarlar, o'ziga bilinmaydi. Insonning tabiati, o'rganuvchilik tabiati bor, ko'nikuvchilik tabiati bor unsurida. Hamma narsaga inson ko'nib ketadi. Kecha kunduz, hafta kunlari, issiq sovuq, qattiq yengil, yaxshi yomon, yorug' qorong'i, bunaqa narsalarning bo'lishi insonning unsuridan kelib chiqadi. Insonning ko'nikuvchi hissini qo'zg'ab turish uchun. Jumladan mo'min odam ham o'zini imtihon qilib ko'rish kerak, turish kerak, hattoki imtihon qilib turishi lozim. Boshqa mo'minlar orqali. Shuning uchun birovning aybini yolg'iz o'ziga aytish buyurildi, odamlar orasida emas. O'sha holat madh qilinadi, maqtaladi. Uning o'ziga aybini aytish. Biz endi bizda kibr yo'q deyapmiz, o'zimizni imtihon ko'ramiz. Eng oddiy yo'li bizga aybimizni yolg'iz o'zimizga kelib aytgan odamda, shu aybimizni aytayotgan mahalda o'zingizni kuzatasiz. Qalbingizdan g'alayon bo'lyaptimi yoki sokin turibdimi? Odatda odamning qalbida g'alayon boshlanadi. Qarshingizdagi turgan odam sizga yomon ko'rina boshlaydi. Uning gaplari yoqmayapti, go'yoki u sizni yerga uryapti. Uning oldida tamom bitta bo'ldi obro'yingiz degan narsalar kelaveradi shayton. Holbuki u sizga birodarlik haqqini bajaryapti. U sizga yaxshilik tilayapti. Sizga xatoyingizni yolg'iz o'zingizga kelib aytayapti. Agar qalbingizda o'sha mahal jahl chiqishni his qilayotgan bo'lsangiz, qalbingizda kibr bo'ladi. Aybingizni birov yuzingizga yolg'iz aytayotgan mahalda g'azablansangiz, o'sha ish sizga yoqmasa, qalbingizda kibr bo'ladi va bu kibrni quvishga harakat qilishingiz kerak. Sinab ko'ring. Sinab ko'ring. Sizga aybingizni aytadigan odamni holatda o'zingizni sinab ko'ring. Yoki munozara qilib ko'ring tengdoshlaringiz bilan bir masala yuzasida. Bahs qilib ko'ring. Munozarada yutqizib qo'ysangiz, u narigi tomon g'olib bo'lsa, ya'ni bu sizga og'ir botsa, bilingki qalbingizda kibr bo'ladi. Mag'lubiyatni ko'tara olmasangiz, qalbingizda kibr bo'ladi. Yoki odamlar yig'ilgan joyga bir o'zingiz tengqurlaringiz, ya'ni bir pastroqqa o'tirib ko'ringchi, sizga ta'sir qilsa, qalbingizda kibr bo'ladi. Odamlarning orqasidan